O'zi ipechki mahallani eshitib aloqaga chiqadigan akalarimiz bor. Qaranglar, razmeri ham ideal. 17 ga 45, 707 sotix, 777, 7 sonni yaxshi ko'radiganligi. Yarimiga cho'tki qilib bitta hovlini soldingiz, yarimiga bo'lsa biznes center bitta qurdingiz, do'konmi, arendaga beradigan nima qilsangiz bo'ladi. Odamlar bu yerda joy ochilishini poylab turishdi. Ulgurib qolinglar, aloqaga chiqinglar, baraka qilamiz, sog' bo'linglar. Mashina qatnov qismini ko'ryapsizlar, juda ham zo'r, mana nijiloyli bo'lib ketgan ko'chani yuzlari. Xo'sh, mana bitta moy alishtiradigan joyimiz, bu yerda kim mashina tuzatadigan joyimiz bor. Shuni orqasidagi mana shu yo'l yuzida joylashgan joyimiz sotilyapti. Nijiloy qilishga ham zo'r narsa ekan. Ko'rib turinglar, qiziq bo'ladi. Bu yerda joyini pluslari juda ham ko'p. Okey, ipechki mahalla, yuqori olsangiz bo'ladi, etagiga qarang. Uguloyga tushgan, fasad, mana shu fasadi 45 metr ekan. Bunaqasiga bo'lsa 15 metr, hozir yo'g'ini bitta ko'ramiz. Ko'chani qarang, go'zalligini. Okey, bilaman, biznesni ham yoritmaysiz. Ipechkidan mana shu yo'l yuzidan biznes qilib qo'yaman degansiz. Okey, oldini qarang, zahvatini. Bemalol 15 ta mashinaga parkovka qilib qo'yasiz. Bunaqa mana kiruvchi qismiga bo'lsa, bitta zdaniyani qurasiz, arendaga topshirib qo'ysangiz, pul kelib turibdi-da o'zi. Okey, hovlini etak qismi buziladigan bo'lib turibdi. Qo'shni ham baland qurgan ekanlar. Shu qo'shniga orqa qilibmi, xohlasangiz darvozani bu yoqqa qaratib turib, hovlini mana shu qismiga bitta hovli solasiz, cho'tki qilib, mana shundan bitta bo'laverasiz, oldiga bitta nijiloy zdaniya tushirib yuborasiz. Hozir oldisini yana bitta ko'rsataman. Okey, uyimiz 7 sotuvga tushganda, ya'ni ugloyga tushgan, 17 metrga 45 metr ekan. Qarang, etagiga uyni soldingiz, danglatib o'zingizga yoqadigan qilib, mana bu zdaniyani ham bitta bizasizda, nijiloy qilib turib, bitta zdaniya qurib, arendaga topshirib qo'ysangiz, okey, nima deyapti, joyi vashshi gul ekan, ideal ekan. Qiziq bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.